Qachonki ayol o'zini tan olsa, ayolligini tan olsa, o'ziga qaytsa, u erkakni tan oladi. Bir ayol bilan ishladim, erkak ajrashmoqchi, ayol yashamoqchi. Ayol ichidan o'zini ayblaydi. Ichida, faqat ichida ahamiyat berish kerak. Tashida oqlash bilan ovora. 1 soatlik konsultatsiyamga to'lov qildi, oilani saqlab qolish uchun. Erim yarashadimi men bilan? Erim meni kechiradimi dedi. Qachonki siz o'zingizni kechirsangiz dedim. Va meni konsultatsiyam hozirgi kundagi narxi 1 soat 2 million deb belgilangan va u ayol 1 soatlik konsultatsiyani 3 kun davomida gaplashishga majbur bo'ldik. Chunki vaziyat juda ham og'ir edi. Ayol o'z ichki qadri bilan ishladi. O'zini kechirishni boshladi va ayol 3 kun ichida ichki chuqur aybdorlik hissidan chiqdi. Qisman o'z qadri ustida ishladi va erkakni tan oldi. Men aslida erimdan mehr kutganman xolos. Erim meni himoya qilmagan, ta'minlamagan, pul bermasdi, shirin so'z gapirmasdi. O'shaning uchun men qasma-qasdiga buni qildim. Meni aybim yo'q, deyapti. Lekin bu tashqarida xolos. Ichidan o'zini ayblayapti. U eriga o'chakishib, yaxshi gapiradigan, sovg'alar beradigan, erkak kishiga ishongan, unga do'st bo'lgan, sirlarini aytgan, eri bilan bog'liq bo'lgan barcha sirlarini unga aytgan va erkak undan foydalanganlar jamoaviy bo'lishi, bu ayoldan foydalanishgan. Ayol bu narsani sir tutmoqchi bo'lgan, lekin u erkaklar o'sha o'zlarining mahallalaridan bo'lib chiqqan, ayol tanimagan bo'lgan va buni eri eshitgan. Eri xotin ikkalasi bu haqda bilishadi. Eri ayolni qayta xotin qilmoqchi emas, ajrashmoqchi, bolalarini ham ayolga bermoqchi emas. Shunaqa vaziyatda ayol o'z ichki qadri bilan ishladi. O'zini kechirishni boshladi. Men bergan vazifalarni bajardi, sidqidildan bajardi. Ichki chuqur aybdorlik hissidan chiqdi. Erkakni tan olish uchun ayol avvalo o'zini qabul qilgan bo'lishi kerak. Erkakni tan olish uchun ayol avvalo o'zini qabul qilgan bo'lishi kerak. Qachonki ayol o'zini tan olsa, ayolligini tan olsa, o'ziga qaytsa, u erkakni tan oladi. Shunchalar o'zidan uzoqki, erkagini dushman sifatida ko'rgan. Aslida Allohim unga bergan barcha dunyodagi erlardan eng idealligini va o'ziga mosligini tushundi. O'zini tushungani sari atrofdagilarni tushunishi oson bo'lishini anglab yetdi. Shu paytda u o'zini kechirgan paytda o'z-o'zidan erkak uni kechirdi. Ajrim bo'lmaydigan bo'ldi. Men shunisi menga juda ham quvonarli. Men buni eng yuqori darajadagi case deb tushunaman, chunki hayotim davomida o'tgan konsultatsiyalarim ichida eng ayolni bunaqangi holatida erkakni kechirishi juda ham bu narsa meni to'lqinlantirdi. Men o'yladim, demak iloji yo'q narsani o'zi yo'q. U ayol tushundi. Sovg'alar beradigan, narsalar beradigan, yaxshi gapiradigan, shirin so'zlar aytadigan, bir kun kelib foydalanib uni tashlab ketishini, foydalanib bo'lgandan keyin keraksiz matoh qilib tashlab ketishini anglab yetdi, xatosini tushundi. Hech qachon qilmaslikka o'ziga so'z berib, o'zini kechirishni boshladi va shunda hayoti izga tushishni boshladi. Bu kesni aytishimdan maqsad ayolda har qanday gunohi bo'lishidan qat'iy nazar erkaklar uni kechirsin demayman. Bu erkakni aslida bu kuchli nafratini ostida kuchli sevgisi borligi va ayol o'zini qabul qilib, o'zini sevib, o'zini kechirishni boshlaganida erkak ko'z uni ko'rdi. Ayol o'zini sevsa erkak sevadi. Ayol o'zini kechirsa erkak kechiradi. Ayol o'zi bilan o'zi ichida urushar ekan, erkak u bilan urushadi. Psixologiyada bu narsa Aks qonuni deb ataladi. Bu narsa juda ham to'g'ri ishlaydi. 1 soatda 2 million so'mlik bo'lgan konsultatsiyam uni hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Er-xotin munosabatlari tiklanishi uchun, hayoti izga tushishi uchun, farzandlar yetim bo'lmasligi uchun, oila saqlanib qolishi uchun, eng avvalo ayol o'ziga qaytishi, o'zini tushunishni boshlashi uchun 2 million so'm bu juda ham kichkina summa deb hisoblayman. Xursandman. Allohning bergan omonati, Allohning bergan ilmi, Allohning yuqtirgan in'omi bilan kimgadir foydali bo'lganimdan juda ham xursandman va bu kes meni hayotim davomida juda ham to'lqinlantiradigan, juda ham bir hayratlanarli kes bo'ldi deb ayta olaman.